3000 köt bol. Rahmet aka. Emse Rahmet. ketdi sana. Kile. Kile. Qandarak sen? Qilma. Belen keldin hazır. Ma Kirem Abbas degan qarindishimiz bir ballaninki bir muzikalik teatrga tayyorlik qilyapti da sening xabaring bor. Qanda ulab ketib qolganda men akşam tushimga kirib qolibdi bu. Shunlashqa sen bir telefon qila, kelsin bir azroq. Studi mashqotga uladi ha. Telefon qila. Hozir kelsin. Ma'qul aka, ma'qul. Kile. Qandarak qam. Şuduqma. Japa çektim. Kile magi. Kile. Hop. Hoş haberler olsun ustaz. Çapının bir salya başta. İstemem mani. Hop ustaz, siz yaxshimi? Uzun Yaxshi. Men naşt qilib atqandim. Tez naşt qilsiz. Hadi çay qo'yib tura. Rahmat. Mush japa chekkan odamning çay qo'yish bizning vazifamiz. Her çıkın ne bile biraz tatsız. Kızık yeter kızık. Rahmet adaş, rahmet. Rahmet. Tukam. Hop. Şu muzikalik teatrın qaysi bas kelganda bir avvallashib qoldi. Muhtar kan benden ahval sormaydı deb ko'nglimda o'ylab turgandim texi. Yaxshi aka. Şu hazır bir 85% holat bo'ldi. Endi zalga bir kirib jo'tay qolsak. Endi bunda ishni bizmi qilib baqqan. Gerçi bir san'atdek turgan bilan bu san'atga bunda ishqa iqtisod ko'p ketadi. Aqliy kuchdan boshqa iqtisod ko'p ketadi. Shunga atdigan sening oldingda meningki bir qassob birodarim, qarindishim müşakkib qoldi yanimga. Kelib shu men bilan avvallashqini kelib ayda nima turdi bir qo'yninki go'shini akilib nima qilganda ekan mush sening gaping chiqib qilib bu ukam bek japa chekyapti desam aka shu yerdagi tozliq ishchilarga farzandlarga 3000 koy pulum batı. Sizge etip koyar dedi. Memo mana telefonumda ba. Sana yine etip birme. Şu 3000 koy az olsun mu? Sen bu şu bizim təvəllüddəki ya ki bombası muhit asraş işçilərə və onların fərzətlərinə şununla layiq bir bilet verib qoyuşunu ümid qılıram. Bu sadece azraq köreglik rolum. Doğru. En mühimi senin akan buluştuğun bilen muş işinki, muş işinin pek muvaffakiyetli buluşunu tileymen. En mühimi bizning barlığımız perzetlerimiz için. Siz zaten telefon kısmınızdan bir hoş haberler ba akama hazır ta davamı video tatıp tutup berber bunu torgu çıkırımız. Hem de ya çıkamay bulmaydı çünkü bir kol belgende bir kol bilmedi. Biz o braderimizin ismini, adresini aşkarlamayımız. Lekin yaxşı konuğumuz nima diye vaxtda biz tazlıq işçileri, muhit asraş işçilerininki farzandlar üçün azraq bir iş qilib qo'ydik. Endi buni ijro qilishsen, endi qağa ishni san topshirdik. Rahmat sana. Rahmat canım aka, rahmat. Amsin ben rahmat canım aka andan şu qassobchilik kasb bilan shug'ullangan şu akamizga Muxtar kamal yaxshi inisiga ham ekran rahmat aytma. Ham shu muhit asrash ishchilar qishda o'zinglarni ko'rdinglar qiyilinib sovuqda ishlayotdi biz uchun. Şu dostlarımızdan farzandlarıma birlikte ko'rgan. Bunu ta'tilda. Bunu yaxshi o'ylashibsiz canım aka. Mening har qanday cho'ng kichik ishlarimda shu sahnamning birinchi sanıqandan tortib meni qo'llab kelayotganingiz aka rahmat. Bu sahnamning birinchi saldırı ve ikkinchi saldırıdan tortib, tek onun ustiga mening bolalarım xeyli programı to'g'ri. Sen ijodiyat qilib bergan. Pulnamliq mashina. Futbolda ijodiyat qilib bergan. Uningdan keyin u şu çağdan başlap çaqlashga başlagan. Şuna bu sahnem sening mi sahnem, mening mi sahnem? Rahmat. Bolalarımızning mi sahnem? Rahmat aka. Rahmat. Aman bo'ling. Rahmat. Bunu naqlashtirib turibka. Mana ming ko'p pul. Hamsa ketdi sana.